Sizda ham pul ko'payib ketdi, ha? Noz ne'matlar qarang, oldizdagi boyib ketdingiz va sizdan. Alhamdulillah, bolaga shukur degan bitta narsada, bu noz ne'matlarni oldimizda turishi, uyimizda bo'lishi, xolodilniklarda bosilib turishi boylik basangan. Bularni yeyalish, bularni hazm qilalish katta boylik ekan. Chunki men bular bittasini ham yeyolmayman. Oshqozon ko'tarmaydi, pulingiz ko'payib ketib, boyib ketib, hamma yo'l bisyor bo'lgani bilan yeyolmasangiz, ikki pulaganda tomosha qilib qo'yaverar ekansiz. Sahrim bor ozgina, uncha qora pul kiyma xolos. Sizlar yeyalasizlarmi narsalarni? Bular meni jiyanlarim bemalol kurab olishadi, ag'dan kurab ag'datib ketishadi. Ko'taraveradi hozircha. Biz ham bemalol yuramiz. Ishtaha bog'liq endi. Hozir mana bu stollarni ko'ryapman. Bular nimaga tuzab qo'yilgan? Hozir tushunmayapman. Bu stollar to'y servis uchun Grand Catering jamoasi bugun ochildi. Xudoga shukr mana. Bo'ldi, tushunarli. Ha, mana to'y qilishadi-yu. Bozorga chiqib pista, bodam, undan 20 kilo, bundan 10 kilo qilib yurmas ekan, sizga bitta aloqaga chiqishadi, stolni tuzab, o'zingiz to'ylarni o'tkazib beraverasiz. Noldan aka. Nechta puldan boshlanadi? Open menyularimiz ofisimizga kelsa, o'zlari ko'rishadi, biz kataloglar ko'rsatamiz. Ha, oshpaz, boshpaz hamma yo'q ichida. Ha, oshpaz, karvinchi bolalar, pista, bodam, chaqchuqlar hammasi noldan. Ular sizga bitta telefon qilishadi, to'yda o'tkazib berasiz, tamom. Xudo xolasa, ofisimizga kelsa. Ana ko'rdingizmi? Sizlar to'y boshlag'isiz bo'laveradi. O'zim ham bularni ko'rib uylanib ketyapti, endi ilojim yo'q. Pul bo'lsa bo'ldi deganda. Yo'q, pul bo'lsa emas, o'g'il bo'lsa bo'ldi, uylab qo'yasiz. Qiz bo'lsa bo'ldi, yerga berib yuborasiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, ukalarimizga aloqa etsalar, chiroq qilib to'ylaringni o'tkazib beradi. Undan tashqari Ramazonda iftor dasturxonlari, saharlik dasturxonlari, xudo xolasa. Chiroyli qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.